o'zi hozirgi hayotimizda kundan kunga o'zib boradigan texnikali zamon bo'lib ketyapti-ku. 20-asrda yashayapti bolalar, hamma shu dasturlashni, programmalarni bilish kerak. O'zi hozirgi zamon talabi ham shu. Reklamalardan ko'rib shu yerda xohlab qoldim. Shunga olib keldik. Kelgandan beri ancha qiziqishlari bor. O'zi xohlayapti-da. Birinchi kun kelgandan unda qiziqish baribir o'zgardi-da. Shunga kelishga kelaman deb birinchi kun bir tanishib ketdi. Undan beri qiziqib o'zi olib kelib, xohlab olib kelyapmiz. Darsda yomon o'qimaydi-yu, lekin baribir shunga ko'proq telefonni qiziqar, hozir bermaymiz. Buni dasturlashga boryapsanmi debmizda. Ko'proq shu yoqqa kelishga endi kutadi vaqtini, shu hafta borishim kerak deb kutadi. Men boshida birinchi kun kelganda uncha xohlamagandim-da. Uni kelib o'zini fikrlarini aytavergandan keyin menda ham sal qiziqish bo'ldi deb qoldi o'zimga. Hozirda o'sha kecha safar, 3-safar kelishidan multik qildim, multik tayyorlayapman deb qolibdi-da. O'zida qiziqishi bor. Har kuni nimadir olib ketyapti-da kelganidan.